Bormi savol? Sherali aka, ushalmagan orzularingiz, aytilmagan qo'shiqlaringiz haqida nima deya olasiz? Agar orzular hammasi ushaldi desa, demak umr tugagan bo'ladi. Hali menimcha bir odam o'zidan bir rozi bo'lgan odamni ko'rgan bo'lmasa kerak bu dunyo. Chunki hamma orzusi ushalgan odam bo'lmaydi bu dunyoda. Albatta bir narsa yetishmay turadi. Lekin biz san'atkorlarni dardi shundan iboratki, xalqimiz tinch, to'q, yaxshi hayot kechirsa, bundan go'zal orzu bo'lmaydi. Mana shu mehnatkash, zahmatkash xalqimiz o'zlari xohlagan darajada go'zal yashay oladigan darajada bo'lgandagina bizni orzularimizdan eng ulug'i ushalgan bo'ladi. Shu xalqimiz juda ham yaxshi, chiroyli yashayapti. Yashashi juda go'zal. Hech narsadan nolimaydigan xalq. Hamma narsasi yetarli. Biron narsani so'rasangiz, hamma yo'g'imiz bor, yetarli. Juda ham yaxshimiz deb o'rgangan xalq. Chunki shunga ming yillar davomida o'rganib qolgan. Hozir o'zini to'g'rilab oladigan paytida ham o'sha kamchiliklarni o'ylashga vaqtlari yo'qda, bir narsa bo'lar deb o'tib ketyapti. Endi shunday qo'yilaversa, farzandlarimiz ham shunday o'tib ketishi mumkin. Meni niyatim o'sha ozgina do'ppini o'zbekchasiga olib yerga qo'yib o'ylansalarda nima qilsak yaxshi bo'ladi deb o'ylanib o'yga yetib olsa, qolaversa rahbarlarimiz shu xalqimizning g'amini yeb kelishyapti. Bundan menimcha bir to'g'ri yo'lni o'ylab topib, xalqimizni o'sha yashash sharoitini yaxshilab qo'yadi degan umiddaman. Bu albatta bo'ladi. Bunga ishonchim komil, albatta bo'ladi.